Yo, hammaga assalomu alaykum jigarlar. Bugun hozir 20 minut oldin yangi sezon kartamiz kelgan. Hozir mana ko'rib turganingizdek keldi. 6 kun bor hali buni ketishiga. Hozir biz buni to'liq qanday yutganini chiqamiz. Qani boshladik. Mana hozir koroleva beriladi. Birinchi bo'lib to'g'rimizdagi yakkachoqni urdik ana. Hop. Endi mana bu yerdagi yakkashoqni ham uramiz. Yaxshi. Endi korolevani bekka olib qochamiz. Chunki jon to'lish kerak. Endi mana bu lazerni yo'q qilishimiz kerak. Chunki u bizga xavf solib turadi. Va missiya bajarildi. Endi shu tarzda sekin ketaveradi. Endi bowlerlarni yo'q qilish kerak. Ochildi mana bowlerlar ham уже 50% ni buzib. Endi ratchani oldidagi yakkashoqlar, kompanionlarni ochamiz. Va ochildi ular. Endi nariroqqa qochib turib, endi ajdarholarni yo'q qilamiz. Ajdarholar o'z-o'zidan yakkashoqlarni yo'q qilib berishadi bizga, kompanionlarni ochib berishadi. Biz astagina aylanib o'tamiz. Endi biz hozir mana bu nimani buzishga, vitichlarni buzishga harakat qilamiz. Undan oldin esa jicha jonimizni to'ldirib olishimiz kerak. To'ldirib bo'lsa ham mana buzdik. Endi biz katta 15 ratushaning minigun pushkasini buzishimiz kerak. Hop, mana buzilyapti u. Endi bizning har doimgidek planimiz Dragon. Endi undan keyin yakkashoqchalar. Ungacha qolgan nimalarimiz, boshqa narsalarni buzib turadi. Hop, yonimizdagi lazerni ham buzib oldik. Elektro pekkalar ham chiqdi. Inferno Towerni ham mana buzyapmiz. Yaxshi, buzildi. Hop, endi bu yerda buzamiz. Qarasanglar, nimalar elektro pekkalar bekka ketyapti. Shuning uchun mana bu yoqqa qo'yib tashlaymiz. Shu g'aznalarni buzsak, уже u lazerlarni yo'q qilgani ketadi. Chunki bu ish bizga xavfsizroq. Hop, mana уже ko'rganingizdek 4 ta narsa qoldi. 3 tagina narsa qoldi. Hop, agarda video yoqqan bo'lsa, like, kommentariya yozasizlar. Kommentariyaga хотя бы bir nima deb yozib ketish esdan chiqmasin. Xayr.